Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Hammalarning kirib kelayotgan Ramazon hayit bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Shu hayit munosabati bilan bir kunlik bir skidka e'lon qildik. 60 ga 120 kirama granit bo'yicha. Yana skidka deyiladi, juda g'aram bo'ladi. Shunday kelsalar o'zim shunday sizlar tanlab yoqtirsalar o'zim zo'rlab skidka narxlar qilib beraman, lekin iminni mana shuni o'zim skidkaga qo'ydim. 131 pochka bor. Bu degani 2 kvadratdan bo'lsa ham 260 kvadrat bor. 100% kerama granit bo'lgan. Qo'qon zavodida ishlab chiqarilgan. Ko'rishlaring mumkin. Ranglari ham takoydan bor. O'shanasi libboyga tushadi. Gilansli, matoviy xohlagan turdagi joy tuzga tushadi bu narsa. Devorga ham, polga ham tanlamayman. Ikkinchi sort bo'ladi. Soppa-soq, hech qanaqa defekt yo'q. O'ta ham mayda defektchalar bor. Ko'rishlaringiz, pachkalarni korobkada burchoklari uchmagan, sinmagan. O'ta tara. Xohlasalar tanlab ham olaverasizlar, xohlasalar lashimiga olinglar. Mana shuni bir kunga faqat hayit kuniga 1 kvadrat metrni 60 ming so'mdan chiqarib berdik mana. 60 ming so'mgacha sopol ham sotilyapti-da. Tashab sinadi, sinmasini ko'rib beraymi?